Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. İmam Bukhari rahmetullahi aleyhinki Sahih Bukhari namlı kitabıda biz yanıla tüngenki okşaş namaz hakkındaki bablarını okuvatımız. Bugünkü babda İmam Bukhari rahmetullahi aleyh yanıla okşaş mundaq deydi. Birlik kiyimde namaz oku adam iki mürsüge kiyimni atıvason. Bu 359 numaralı hadiste İmam Bukhari rahmetullahi aleyh bizge Abu Asim degan kishi hadis so'zlab bergan edi deydi. Abu Asim İmam Bukhari rahmetullahi aleyhniki büyük ustazlarınınki biri. İsmi Zahhak ibn Muhallat namıyla meşhur. Öz devrideki nayati katta ilgar hafızlarınınki biri. Abu Asim bu kişinin kunyası buldu. Basra, Mekke, Katarlıkmış, ulug' aynı vaqtdagi şu İslam poytaxtlarida yaşagan. 121-yillar atrofi tug'ilib 211-yillar Basrada o'lib ketganligi xotirlangan. Endi bu kishi haqida ulamolar umuman o'lib ketgan vaqtida bu kishini ishonchlik, mazmut degandek hadis ilmidagi bu shahona nomni bergan. Undan boshqa bu kishiniki shunday hofizligidimi shak yo'q. Chunki bir qism ulamolar qo'lida bir kitob ko'rinmaydi deydi. Demak, o'zing hifziga, quvvatiga, zehniga ishonchisi bor-da bu odamning. Hem ondan başka öz devridagi nayta dağınık hem muhaddis hem faqih atrofiga shu o'zingki ilm so'rilarda nurg'un o'quvchilar yig'ilib darsni anglaydigan, tingshaydigan, hatto shu davrda davlatda shu Kufa, Basra qatorliq yurtlarda fatvo bergan. Demak, shu islom poytaxti Abbosiylar davrida bu fatvo berish deganga shu loyiq, salohiyatli odam bo'lmasa uni berolmaydi. Ondan başqa bu adamda rastçıl, ishonchlik degan sifatlarni bergan. Demak, bu odamniki hadis ilmidagi yarqin holatlarininki biri. Bu kishiniki hadis ilmi qo'shgan tuhfat qatorida Sahih Buxoriyda 70 dona hadis rivoyat qilingan, bayon qilingan. Abu Davud 39, Tirmizida 30, Sahih Muslimda 28, Nasaiyda 18 dona hadis bu kishiniki nomidan bayon qilingan. Demak, bu Alloma buyukmi o'z davriga oid doniq muhaddis deyishki bo'ldi. Bu kishi Malik'te rivayet kılatıdı. İmam Malik rahmetullahi aleyh şu. İmam Malik rahmetullahi aleyh Ebu Zinat degan kişide rivayet kılatıdı. Ebu Zinat'ınki tercümalı başta ötken Abdullah ibn Zakwan namıyla. Bu kişi Abdurrahman ibn A'raj degan kişide rivayet kılatıdı. Abdurrahman ibn A'raj ne? Abdurrahman ibn Hormuz mu değildi o? Abdurrahman ibn A'raj mı değil? A'raj degan toku degan gap. Bu adamniki laqimi. Özeymiş Medinlik katta muhaddislarniki biri o'z vaqtida, lekin Misrda o'lib ketgan. Ulamolar bu kishini nihoyatda ishonchlik, mazmut degandek bundan nomlarni bergan muhaddislarniki biri. Bu kishiga asosan nihoyatda hadis ulamolari nihoyatda yaxshi nomlarni bergan. Hatto Qur'oni Karimni o'zi yozatdi. Mazmut, ishonchlik olim edi, madinlik, ishonchlik tabiin edi degandek bunda go'zal nomlar bu kishiga berilgan. Bu kişinin ustazları köpünce esasen sahabeler ve çoğu tabi'iller. Mesela Abu Hureyre radıyallahu anhu, Ömer ibn Hattab, Osman ibn Affan degandek şu sahabeler bu kişinin ustaz bo'lgan. Yani bu kişinin şagirdleri qatorida mesela bayatan qilgan Abdullah ibn Zakwan, Muhammed ibn Muslim ibn Shahab az-Zuhri qatorliq kishilar, Salih ibn Kaysan o'z davridagi danglik katta muhaddislarda mushular bu odamniki shagird bo'ldi. Hem de hadis ilmi qo'shgan tuhfa qatorida Sahih Buxoriyda bu odamniki 184 tane hadis rivoyat qilingan. Sahih Muslimda 126 ta, Nasaiyda 84, İmam Malik Muvatta Malikda 68 tane hadis var. Abu Davudda 47 ta, Tirmizida 38 hadis var. Demek bu şu ilmi cihetki nayeti zor tuhfisi hesaplandı. Bu kişi hem de Ebu Hureyre radıyallahu anhu'dan rivayet qilgan bo'lib, Ebu Hureyre radıyallahu anhu mundaq deydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degan. Sizlarning biringlar birlik kiyimde namaz o'qimasin. O'zining mursida hech narsa bo'lmagan ahvolatida dedi. Mursida kiyim yo'q, yalang'och holatda namoz o'qimasin degan bo'ldi. Bu yerda payg'ambarimiz bu yerda nahiy qilyapti. Buni ham bir qism ulamolar harom deguchilar bo'lgan, bu yerdagi nahiyni. Bir qism ulamolar yo'q, bu haromga qartilmaydi. Az namozning sharti avratni yopsilan bo'ldi yetarli. Lekin bu mustahab
deb bu qarashni kuchlantiruvchilar bo'lgan. Ya'ni mo'rida kiyimi yo'q holatda namoz o'qisa bo'ladi, lekin makruhlik holat bilan. Ammo qilgani afzal demak. Endi 360-numurli hadisda Imom Buxoriy rahmatullohi alayhi bizga Abu Nuaym degan kishi hadis so'zlab bergan edi deydi. Abu Nuaymning ismi Fazl ibn Dukin yoki Dekin. Bu kishining tarjimasi boshida o'tgan. Bu kishi Imom Buxoriyning eng katta ustozlari hesaplanadi. Bu zot deydi bizga Shaybon hadis so'zlab bergan edi deb shunaq deydi. Shaybon degan muhaddisniki tarjimalim o'tgan Shaybon ibn Abdurrahmon yoki Abu Muaviya nomi bilan mashhur Basrniki nihoyatda donglik katta muhaddislarniki biri. Bu kishi o'tgan. Bu kishi Yahya ibn Abi Kasir degan kishidan. Bu kishining tarjimalimi o'tgan. O'zimiz Madina, Najd, Yamama qatorliqmish yurtda yashagan bu nihoyatda katta ishonchli muhaddislarniki biri deb qaraladi. Bu zot Ikrama degan kishi rivoyat qilganda bayon qilgan bu hadisni. Ikrama Abdullah ibn Abbas radhiyallohu anhuniki shogirdi, eng buyuk shogirdlarniki biri. Tigi barbarlar tutishdi. Barbar degan hozir shu Algeriya, Tunis qatorliq yurtlardagi asli shu yurtniki egilari barbariylar deb qo'yamiz. Bular nayet üstüngör nayet Kabul Merdani xalq Tariq ibn Ziyadniki mesela Andalusni fath qilgan Tariq ibn Ziyadniki jamoat bo'ldi. Bu kishiniki tarjimaning boshida o'tgan. Chunki bu kishi hamda Abdullah ibn Abbas radhiyallohu anhuniki nayet katta shogirdlaridan biri. Tafsir ilmini Abdullah ibn Abbasdan mush kishi bayon qilib o'tgan. Undan boshqa shu bag'an yurtlar nayet ko'pdan diyardagi Samarqand, Basra, Mag'ribiston, Sham, Misr Qayrovan, San'a, Xurasan, Merv qatorliq mush yurtlarga berib ilm tahsil qilgan va ilm taqatgan. Shuni tarjimal boshida o'tgan, yani qayta edish hojatsiz deb o'ylayman. Sahih Buxoriyning o'zi mush kishi nomidan 142 dona hadis. Bu kishi deydi, men angladim yoki so'g'an edim deydi. Abu Hurayrning mundaq deganligini anglagan edim. Abu Hurayr debdi-da, men guvohlik berma dedi. Men bu gapga ishonchsizning borligini bu adam guvohlik orqali ta'kidlayapti. Janobi Rasulullohdan mundaq deganligini anglagan edim. Kimiki birli kiyimda namoz o'qisa, kiyimning ichki kuchini mo'riga, ya'ni bir mo'riga almashtirib bersin yoki birini o'ng, birini so'l tarafga almash otib olsin dedi. Bu biz darsda degan o'xshash bu purkanja, yepinja. Bu hozirgidek bunda ton yoki bunda kiyimlar emas ayni vaqtida. Ustiga ham otib oladigan kiyimlarda. Şuna avrat ichilib qolmaslik uchun ikki tarafga purkanjasini almashtirib yo'g'i vason deb shunaq degan dedi. Bugungi darsimiz mushakchi bo'lgan. Sallallohu alayhi va Muhammad va ala alihi va sahbihi ajmain.